Yo bolalar, hammaga salom sizlar bilan men Xadir Samora. Bugun biz Amirchi bilan birga, obunachilar bilan birga ko'rib turadigan mana shu o'yin o'ynaymiz bolalar. Juda ham zo'r o'yin ekan. 3 dakika kichkina birinchini olib qo'yganman. $200, $200, $400 bolalar. Bu o'yinimizda challenge qilamiz bolalar, obunachilar va Amirchi bilan birga. Va kim eng zo'r bazani qurish bolalar. Mana bazamda hozir musor brendlar bor va eng katta, eng qimmat brendni ham kim olishini ko'ramiz video oxirida bolalar. 27 ga pulimiz bor, 27 ga mana shu turamiz bolalar. Ye, qotyapti-ku bu. Dirbomayapti-ku. Yo, men kuchaymayapti. Yo, короче, bolalar, menimcha bu pulimiz kerak birinchi ot, chunki biz tutorialni tugatmadik. Bu speeddan kuchaytirib olamiz. Keyin yugurib turib bolalar eng zo'r analog olib kelamiz birinchilarni. 27 ga pulimiz bor. Mana do'kon ham bor ekan. Oy 3 ta spin 250 ga va 50 ga berar ekan. Bo'pti. Robux ishlatmaymiz bolalar. Mana kuchaytiramiz. Undan ko'ra Robux ishlatmasdan $665 sekundiga beryapti bolalar. Plan avtomatik yig'adigan apparat bor ekan, o'shani olib qo'ysak bo'ldi bolalar. Qolgan Robuxni ishlatmaymiz. Let's go. O'zlarimiz halol kuchayamiz bolalar. Let's go. 26 ga pulimiz bor. Spam nima bu? Spam ular ekan boshqa joyimizda. Rebus degan bo'lar ekan. $2,5 million ga rebus qilar ekanmiz bolalar. Qani mana bu yerda biz speedimizni kuchaytiramiz va mana bu skateimizni speedini kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Biz skateboardda yugurib turib eng qimmat narsani olishimiz kerak birinchidan. Qani mana bu yerda spindan bizga nima chorkan? Yana bitta spin tushdi. Yo'qmi-yo'q. Day bizga 0% menga nomay hotspot bor. Nomay ekzamen, day, nomay ekzamen. 25 ga pul tushdi. 4%lik, yo'qmi-yo'q. 4% 25 ga pul tushdi menga. O'shani olamiz. Yana 1 ga tushdi menga. Ozgincha qolganda nomay ekzamenga. Yo'qmi-yo'q. Yana 5 ga. Yana 5 ga tushdi menga. Normalniy bo'la, story kirsak, bu yerda nimalar bor? Короче, bu yerda normalniy narsa yo'q. Nima? Mani bor. Yo'qmi-yo'q. 100 ga pulim bor bolalar. Endi mana bu yerda speedni kuchaytiramiz, maksimum. Speedni maksimum kuchaytiramiz bolalar, speedni. Zo'r. Skate uchib ko'raychi. Hali biz tezroq sakrashimiz ham kerak. Yo'q, yaxshi. 2-zonaga o'tib oldik. Yiplab 3-zonaga o'tib olamizmi? Ozgincha qolganda. Voy, o'tib olmas ekanmiz. Mana yerda tushib ketsak. Bir o'timi nima bo'lib qoldim. Normalniy bo'ldi. Bir o'tim qo'yib qo'yamiz ham o'tga. Mayt qo'yamiz va buni kuchaytiramiz bolalar. Sekundiga 1,5 ga beryapti. Nimaga ozgincha qoldi? Ko'kkami? O'tolmaysan baribir. O'tolmaysan baribir. Oy, 3 ta spin var diyorum. Vay bilan. Iyi. Sen tamamıyla o'tirma. Tugamayaptimi? Yo'q, 3 ta spin. Yo'q, mana shu birinchilar olib yotib qimmat-qimmatlarni. Da, yaxshi, ikkita dahshatli birinchi oldim. Kuchaytirib qo'yaman buni ham. Sekundiga 3 ta spin. 4 ga 5 ga pul beryapti. 100 ga pulim bor, srazim bo'ldi, 100 ga. Speed kuchaytirishimiz kerak, shunda ko'k zonaga o'ta olamiz. Da, speed kuchaytiramiz dalshi. Speedimiz dahshat bo'ldi, ketdi bolalar. Endi vaqt tez yuguramiz. Yaxshi. Ko'k zonaga o'ta olamizmi yo'qmi? O'tdi bolalar ko'k zonaga ham. Biro'tlar qaytib ketdi. Endi paydo bo'lyapti. 4,5 ga, 4,5 ga bor ekan bu yerda. 9 ga bor. 9 ga oldim bolalar. Yo'qmi, mutatsiyalik. Tushib ketamiz vazga. Ha, bu yerga tushib ketamiz. Ya. Da, ketdi. Yaxshi. 9,5, 10 galarga oldik. Deyarli 10 ga bolalar. Deyarli 10 ga oldik. Hamma pullarni mana yerda yig'uramiz ekan. 300 ga pulimiz bor. Mana unda kuchaytiramiz. 15 ga sekundiga beryapti. Zo'r bolalar. 200 ga pulimiz bor. 200 ga biz boostdan kuchaytirishimiz kerak. Teparoq sakrashimiz uchun endi tezlikdan kuchaytirishimiz kerak 160 ga. 200 ga tezlikdan kuchaytirib qo'yamiz bolalar. Ketdi. Tepadagi zonadan normal narsa olib kelishimiz kerak, ko'k zonadan. Juda ham ko'p qimmat birinchilar qo'yamiz. Hali spinander bo'lgani yo'qmi? Yo'qmi, bolalar. Qanaqasiga? Keyingi zona Mana yine spin. O'tib bo'lmaydi. Mana 9 ga olaylik, 9 ga da ketdi bolalar. Day ketdi bolalar, yaxshi. Yana bitta 9 ga oldim. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Dafiga pul shoti bor-ku men birinchilarim. Mana olamiz. Sotaveramiz ularni, kerak emas bolalar. Musor birinchilar. Mana 1,5 kaligi ham, 2,5 kaligi ham vobshe kerak emas. Menga mana shu ikkalasi ishlab tursa bo'ldi. Sel gold sotib keladi ularni. Day, sell stuff. Kerak emas sotaveramiz. Hammasi sotaveramiz. Hop, yaxshi, hammasi sotaverdik. Nima vardisi? Day, ketdi. Men ko'k zonagacha bordim xolos. Ha, ko'k zona. 3-zonada 5 kaligi bor ekan bu yerda, 6 kaligi ham bor ekan bu yerda, o'shani olamiz. Yaxshi. Yana 6 ga Kirini kuchaytirish kerak bor bola. Kirini. Ketdi bola, ketdi. Mana yerda ham qo'yamiz. 6 kaligini ham qo'ydik. Qancha pul ishlagan? $1 million pulim bor. Yo'qmi, yo'q. $2 million pulim bor ekan.
Minutlar o'shatiramiz bunga bolalar. Sekund 25 kadan beryapti. Mana o'shatiramiz 11 kadan. Uji bizada deyarli 1 million bor. 600 kamiz biz dashik o'shatiramiz. Tezligim yana o'shatira. Ketdi bola, yana olib kelamiz zo'r birinchilarni. Ancha tezlashdi endi. Ancha tez bor, tez qaytamiz bola, day. Normal narsa bormi bitta Turkiya. 11 kaligini oldim. Yo-mayo, Coco Fanta. Yaxshi, Coco Fanta oldik bola. Yo-mayo, day, let's go. Ketdi. 11 kaligini ham o'ziga olib qo'yamiz hozir. Ba'zan juda ham kuchli bo'ldi mana. Rebus qancha deydi? 2,5 million dollar deydi bola. 2,5 million dollar iz yig'ib qo'yamiz-ku bola. Hozir 1,5 million dollarga aniq qilay. 1 millionga kiring ko'taramiz bola. 1 millionga kiring. Kiringni ko'taramiz, ketdi endi. Ikkita birinchi olib kelamiz. Har bitta borib kelganimizda day. Bundan keyingi zonaga o'tamiz bola, nima deb o'ylaysizlar? Voy, sariq zonaga vaqt o'tibimiz ekan. 4 kaliklar, 16 kalik kukufant oldim mana. Bermayman. 5 kalik topdim mana. Yana 5 kalik oldim. Ikkita dahshatli birinchi oldim bola. Ikkalasi shu past 20 ga beradi, o'pshi. Ketdi. Ba'ziga olib kelib qo'yamiz ikkalasini ham. 16-levelli Coco Fantoni qo'yamiz. Keyin buni ham Gangster Futera bola. Oy, pulimiz ko'pligini qaranglar. Rebus bo'lar ekan bola. You will lose all your money. Faqat pulimiz yo'q bo'lar ekan Rebus. Faqat pulimiz. Soqqalamiz oramiz 1 million dollar pulimiz bor o'sha. 1 million dollar yana speed emas, boost kuchaytiramiz bu safar, boost. Boostimiz juda ham kerak boost. Day ketdi, yana pullarni yig'aychi, mayda o'sh yig'olsa bo'ladi. 1,5 million, 2,5 million, da yaxshi tez, vobshe tez ko'payibdi. 75 million dollarda Rebus bo'lar yana. Mana kuchaytiraychi, Coco Fanto. Oy, 37 ga beryapti sekundiga Coco Fanto. 2 million dollar past pulimiz bor, 1,5 million dollar. Ana oyatda yana boost kuchaytiramiz keyingi zonaga o'tishimiz uchun. Qani endi o'tiramiz bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Ko'ramiz hozir. Sariqga o'tiramiz bu yo'lni. Ana o'tdimiz sariqgacha. Oy, o'tirmas ekanmiz. Yo-mayo, ozgincha qolyapti, ozgincha. Hozir mana shundan qimmat normalniy birinchi olib ketdik-da. Voy, Coco Fanto spamil. 5 kalik Coco Fanto, 7 kalik esa anaqa pandachini olib ketdim. Ketdi. Buni ham qo'yib qo'yamiz, bazaga normalniy pul ishlaydi bular ham. Qani buni qo'yamiz, buni ham qo'yamiz. Yaxshi, 5 million dollar pulimiz bor. 5 million dollarga boost kuchaytiramiz ko'proq. Bo'ldi, mana shu endi o'tolamiz, ol. Endi o'tsa kerak. Ketdi. Sariqqa o'tishimiz kerak, sariqqa. Day, let's go bo'l, o'tamiz sariqqa ham. Voy, sariqqa o'tdim. 41 ga. 78 ga. Oy, 41 ga 78 ga oldim. Day bola, ketdi. Zonaga olib tashlaymiz bilan tez. Yaxshi. Birinchi level, mana 7-level ekan. Buni qo'yamiz, buni ham qo'yamiz. Oy, bizga vaqt dafiga pul beradi endi bolalar. 6 million dollar pulimiz bor. Tezlik kuchaytiramiz boost bilan. Ketdi. Hamma eng qimmat birinchilarni yig'ib kelishimiz kerak tepadan. Sariqqa keldi yana. Qanchaliklar 59 ga oldik. Keyin qancha bor ekan yana? Eng qimmat 56 ga, 27 ga, 115 ga bolalar. Yo-mayo. 115 ga oldim. Qochdi bitdan tez suramiz bitta. Oy. Zonaga borib tashib. Qanaqa urib qo'ydi meni? Tupoy birinchi zonada 100 ga borma bu yerda. Men o'lib qo'ygandim. Oy, bilayiblarim, o'lib qoldim, bilmasdan. Bu birinchi level ekan eng qizig'i. Men 18 kalik, 13 kaliklar yo'qotib kerak emas bizga gapshi. Buni qo'yamiz va mana qimmatini qo'yamiz. Qolganlarni sotarish kerak. Kerak emasda sotaramiz, 8 kaliklar ham bizga gapshi kerak emas. Mana 9 ga, ana 10 kalik ham, mana 35 kalik turaversa mayli, 20 kalik ham kerak emas. 17 million dollar. Qancha pulimiz bor? 27 million dollar pulim bor mana shu. Amirchi yeb qo'ydi bola, 400 ga puli bor faqat. Jamolovda 44 million puli bormi? Jamolov hamma o'yin o'ynagan ekan. 25 million dollar puli bor Jamolovda. Yo-mayo bola, shunaqasi ham bo'ladimi? Hamma pulimizni bonus kuchaytirdik. 11 million, 12 million dollar pulimiz bor bizlar yana. Mana 133 kalik potato-ni kuchaytiramiz. 265 ga sekundiga beryapti. Buni olib turib Coco Fantoni kuchaytiramiz. Bu ham normalniy beryapti. Nima deydi Jamolov? Biror beradim deydimi? Bir iltimos. Bir. Amirchik Jamolovdan biror so'rayapti ekan bolalar. Shustri. Mana kuchaytiramiz. 390 ga beryapti sekundiga bu ham. Yaxshi bola, ketdi. Yoz, endi ko'proq pul yig'sak hozir kuchaytirib tashlaymiz vobshe. Hacker event 3 minutdan keyin hacker event boshlanar ekan. 110 kalik oldim yana. 36 ga bormayapti, 35 ga, 44 ga, 78 kalik.
Oldim bo'lay. O yana ikkita dahshat brend oldim. Ketdik. Hoppa, bunisi boshqa gap. Yana ikkita dahshat brend oldim. Dafiga pul beradi. Valla oy oy oy. Qancha pulimiz bor? 34 million, 40 million dollar pulimiz bor. 40 million dollarga bola brendlarni ko'taramiz. Bizga ko'proq pul kerak. Qani biz nima ko'taramiz? Mana shuni ko'taraylik, trallita trallala. Sekundaga qancha beryapti? Tuga, o'sha 15 million pulimiz bor. Mana ko'taramiz. Piyon zo'r pul beradi bizga. Oy oy oy. Buni ham ko'taramiz. Kavra krabra 10 million dollar pul bor. 10 million dollarga qolgan tezlikni bosib o'ramiz. Ketdi endi bolla yana. Qimmat narsa olib kelishimiz kerak. Hozir devorsan qiladi, 75 million dollarda. Biz keyin yig'ib qo'yadi menimcha. Qabitda to'lar ekanmiz bo'ladi, nargi zonaga. Yo'q, pushtiga ancha kerak ekan, bolla pushtiga. Qani bitta normalroq spam bo'ladimi? Qimmatroq spam o'sha kutamiz bo'ldi. Voy, mana spam bo'ldi, yangi bir o'chira 84 ga bor ekan. 49 ga, 84 ga normal chiqyapti hozir qimmatroq. Ha, 50 galigini olib ketaveramiz. To'xta 50 ga. Let's go, ketdi bolalar. 50 galigini oldik. Ukam yutqizding-ku. 100 zonada qimmat menimcha bor. Maga olib ketib qoldi Shustri. Hayrat qimmatrog'ini o'zim oldim. Shustricha 60-70 million dollar pulimiz bor. Reverse qo'ramiz bo'ldi. Yaxshi, reverse'dan ham bosib pulimiz ko'payishini qaralar. Olyapti, privet. Yo bo'ldi. Kimni olarsan sen privet? Privet qilaman. Yo! Va'da berdingiz. Siz ochasizmi Siroj aka yoki Beka akam ochsalar ham shu. Va'da bering, seri ochsangiz o'sha seriga meni qo'shasiz, ha deb va'da bersangiz beraman. Ye! Bizning nomimizda nima qilyapti to'bacha? Bolalar Shustrini qaralar, Shustrini. Qilat kechini qaralar, qilat kechish. Sekundiga 1 million beryapti-ku. Jamolovdan o'xshab ketdim, Jamolovdan ham. O'zim vahshiy kuchliman, bolalar. Sanki uka ishlamas. Bo'ldi, bolalar, men yutdim o'sha. Men yutganim aniq bo'lib qoldi, aytdi o'sha. Aniq yutdim, bolalar, aniq. Boshlandi. Hozir 30 sekundga hak kerak boshlanadi, bolalar. Degindan yoshim kerakmi? İp yegan, degindan ekan restoran. Mahot ikki oldingmi sen o'sha? Yo. Ko'pga olgan. Epik o'tib ketdingiz, ha? Voy, canimiz. Yo'q, tushunmadim hozir. Epik o'tib ketdingmi? Yo'q. Bolalar, 100 million pulim bor. Reyna bo'lsa qanday? 100 millionga Epic Code olar ekanmiz, nima deysizlar bolalar? Bola ketdi, hacker endi boshlandi. Epic Code olsam lekin yoraman bor. Hacker eventda nima chiqar ekan bolalar? Spam bo'ladigan san ko'ramiz. Voy, Epic Codegacha qoldi. Qani bola, hacker eventda nimalar spam bo'lar? Qa. Event doyda mutasalik ber. Dinamda chidiyam. Sami. Menga farqi. Eventda narsa olish kerak bo'ladi, eventda narsa. Voy! Uy, ozgicha qolyapti bola. Men ketdim, qaytaydi orqamga. Bola orqamga qaytib hozir kuchaytirib kelaman. 150 million dollar pulim bor. Yo. Upgrade ko'tamiz. Boost kuchaytiramiz, qolganiga tezlaydi. Zo'r. Mana endi bora olamiz bola, da, let's go. Epic ko'taman hozir, epic. Ketdi bola, epicdan legendar. Oy, epic ko'tdim-ma. Mutassaligi bor, 800 kalik flamingelli oldim. Yo. 450 kaligi bor bu yerda, 400 kalik. 300 ga, 400 ga, 200 ga, 300 ga. Vay, normal spam o'tdi. Mutassaligi yo'qmi bolalar? Hacker eventda. Mutassallik chiqmayapti, buni qaralar. 400 kaligi bor ekan, mana olib qo'yamiz. Bola 800 ga bilan 400 ga oldim, yetadi mana shu. Qochdi bola, qochdi. Ikkita normal birinchi oldim. Voy, 450 ga. Nimaga yazinga qolding? Ikkinchi darajaga tushirib qo'yamiz, ikkinchi darajaga tiqib qo'yamiz buni. Yaxshi, soqqalan yig'akchi. Oy, 261 million dollar pulim bor. Men o'sha tashlayman, flamingelli. Sekundiga dafiga pul beryapti. Yana qaysi edi? Mana o'sha turishimiz kerak. Cavallo Virtuoso. Bu ham million beryapti bolalar. 2 million beryapti. Qani ketdi, yana olib kelamiz. Mutassalliklar spam urish boshladimi? Qachon spam bo'ladi bola mutassallik? Chiqib ketdim. Qani bola mutassallik 730 kalik bor ekan. Demasga ma'lum. Men oldim o'sha. 500 kalik ham bor ekan. Qani nima bor? Men keldim. Nima hacker eventda mutassallik narsa spam bo'lmayapti. Urib qo'ydi mana. Ko'cha qaytarib ber. Olib qo'ydim narsa. Qach!
Gigi bu yoqdan. Oldi mana qo'yadi 500 kaligim. Oy. Qochdi valla. Olib keldim yana 2 tane. Yo moy, ba'zan o'yinga tushirishim kerak. Da zo'r. 500 million dollar pulim bor valla. Serverda eng boy millioner menman. Mendan boy yo'q ushi valla. Men yutdim, bo'ldi, men yutdim. Trallarni kuchaytiramiz. Sekunda 2,5-3 million. 4,5 million, 5 million beryapti sekundiga. Bo'ldi. Yo'q valla, mana shu videoga ketaman valla, videoga like bos, kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Men g'alaba qozondim valla, serverda har doimgi eng kuchlisi men valla. Yutqizding-ku ukan? Qani saniki? 3 million bo'ldimi shu? Yutqizibsan-ku. Ya valla, kachkida ko'rishguncha xayr.